الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi Alloh subhanahu va taologa maqtovlarimiz, hamd shukronlarimiz bo'lsa, edi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salavotlarimiz, ham salomlarimiz bo'lsa edi. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizga da shu umrlarimizni ko'p sonli ne'matlarni berdi. Hamda endi shu dunyolikda yashar uchun bizga butun mumkinchiliklarni tug'dirdi. Ham endi oxiratda da baxtli bo'lu yo'llarini endi bizga ko'rsatdi. Ham endi chindan da shu dunyolikda yashaw endi har bir kishining o'z yo'li, o'z turmush yo'li, ya'ni o'zining bir Alloh taolo qarshida dunyolikda o'z yo'li bo'ladi. Ham endi shu dunyolikda yashaganda kimdir tabib bo'ladi, kimdir din bilgichi bo'ladi, shulay bo'ladi, kimda bo'lsa injener bo'ladi, kimda bo'lsa tuzuvchi bo'ladi, hamda har bir kishining o'z yo'li bo'ladi. Ham har bir kishining o'z ilmi bo'ladi. Ammo lekin adam bolasida shu dunyolikda turmushda yashagan vaqtda birdam har barchalarimizga da kerakli bo'lgan aybir ul da bo'lsa endi tarbiya. Mana shu tarbiyaga biroz endi to'xtalib ketasiz kelar. Ya'ni ko'p uchraqda biz anglaymiz. Agarda biz endi ilm olsak, qaydadir ko'p aybirni bilsam, menga turmushda yashaw yengil bo'lar. Ham endi jamg'iyatda endi men zo'r darajalarga erisham, ham men shu ilmim bo'lsa, menga yetdi bo'ldi degan endi tushunchaga endi eramiz. Ammo lekin aslida agarda dinimizga qarasak, tarbiya ul birinchilik bo'larga tiyish. Ya'ni mana hozir vaqtda qaraganda da endi bolalarimizga eng birinchi holatda aytib ketarga kerak. Ilm bera boshlagancha, ya'ni tarbiyalaw yo'lini izlarga kerak. Ya'ni bandaga eng boshda durust tarbiya beru, ol endi Alloh taolo qarshida ham endi dinimizda endi xayrlirakdir. Ham endi qarasak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da aytdi, ota-ona, ota kishi o'zining bolasina bera turgan eng zo'r, eng xayrli aybiri ol da bo'lsa shu yaxshi tarbiyadir dedi. Ya'ni tarbiya degan jamoat mana ko'p uchraqda ko'ramiz, kishi moli da bor, darajaga da erishgan. Ammo lekin tarbiyasizlik bo'lish sababli banda endi shu ota-onasini ehtiromsiz yoki bo'lmasa yaqin terilarini jamg'iyatga qarata nasharlik ishlovda yoki bo'lmasa boshqa turli ayblarni ko'rinishlarni ko'ramiz. Nishik so'ng endi mumkin bek endi o'zina qarata endi o'xshasi da bor, ilmi da bor, ammo lekin shunday tarbiyasizliklar ko'ramiz. Ham endi shundan da dinimiz anglata eng birinchi sharatda narsa banda o'zini tarbiyalarga. Ya'ni endi bu bolalarga g'ana qarata tugul, har barchalarimizga qarata endi anglashıla agarda biz payg'ambarimizning hadisini qaytsak, payg'ambarimiz narsa dedi? Adam bolasi beshikdan olib lahadga qadar ilm olu farzdir dedi. Ilm deganda bunda ko'proq agarda biz anglarga tirishsak edi, turmush, dunyo shu tarbiyasin deb aytdik. Turmushda biz o'zimizni nechik tutarga, ya'ni ota-onalarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan biz o'zimizni nendek muomalada bo'larga tegishligi turunda ilm deb endi ko'z oldina keltirsak, shunga ko'ra tarbiya ilmi, shu tarbiyali bo'lish ol endi ko'p uchraqda birinchilda bo'ladi. Ham endi qariq agarda masalan ko'p uchraqda kishi din o'lkasida da ol bir masalani o'rana, ilmli bo'ladi. Ammo lekin tarbiyaviy kishilarni ehtirom etu, Allohni Alloh etu yoki bo'lmasa ota-onaga ehtirom degan bir tarbiyasi solinmagan bo'lsa, ol shu ilm bilan kishilarga foyda tugul, kishilarga kirisincha ziyon keltira boshlaydi. Ya'ni nindi sababli mana endi shulay ekan, mana sen shunday jahannam ahli ekan, sen bulay ekan deb ularga durfa, to'pas yoki ehtiromsizlik ko'rsata boshlaydi. Ammo lekin endi bu ishroqda qarorga kerak eng boshda tarbiya. Agarda banda tarbiyali ekan, ol olgan ilmini da durust etib, durust yo'lda xayrli etib qo'llana olacaq. Ham endi ularni foyda dunyolikda ham oxiratda da foyda keltira turgan etib endi qo'llana olacaq. Shunga ko'ra endi bizning buyuk olimlarimizda endi shuning turida tarbiya turida begarakda masalan Rizo Faxriddinning bir kona ko'p kitoblari yozilgan. Ya'ni tarbiyali bola yoki bo'lmasa shu tarbiyaga qo'g'lishli bo'lgan aybilar. Chunki ko'p uchraqda endi hozirgi vaqtda aytirga kerak, bolani o'qituvdan yoki nindir bir dars beruvdan, matematika yoki boshqa din ilmi beruvdan endi boshlovda tugul, eng birinchi tarbiyalovdan boshlov xayrliroq bo'ladi. Ikkisi da kerak, ilmda kerak, ham endi tarbiyada kerak. Ammo lekin hozirgi vaqtda begarakda aktual bo'lar edi, agarda biz tarbiyadan boshlasak, ya'ni kichkinadan ota-onalar o'z bolalari qarshida ya'ni bo'lgan burchni o'targa tirishsak,
һәм инде без үзебез дә үзебезгә карата һәрвакыт, тукта, зур үсеп буйга җитсәң дә, гыйлемең булса да, һәрвакыт үзеңне тәрбияләргә кирәк икәнен аңлап яшәргә Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә насыйп итсен. Инде Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә безгә хәерле, дөрес тәрбия биреп, шушы булган тәрбияләребез безгә дөньялыкта да, ахирәт бәхетенә дә ирешергә сәбәпче булса иде. Вәлхәмдүлиллаһ. Салату вассаламу аля сәййидина Мухаммад.